Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Allah Teala hemmimizni ulug' Ramazan ayıga ten saqlığımız joyida, imanımız kamil, ko'nglimiz xotirjam, ishlarimiz o'ngishliq kirishga va Ramazandan barliq gunohlarimiz mag'firat qilingan holda chiqishga nasib qilsin. Barliq taat ibodatlarimizni öz dargohida qabul qilsin. Amin. Ramazan ayı bizga berilgan yengilanish, kuchlanish va isloh qilinish fursatidir. Qisqasi bu bir ay o'zimizni qaytadan remonat qilib olish mavsumidir. Xuddi biz yonfonlarimizga tok qachlab turishga muhtoj bo'lgandek, o'zimizga ma'naviy uzuqlarni qachlab turishga har zaman muhtojmiz. Shunga Alloh taolo bizga kunda 5 vaqt namozni farz qilgan bo'lsa, haftada juma namozini, yilda Ramazon ro'zasini, ömrümüz ichida bir qatim haj qilishni farz qilgan. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar mushu fursatlardan foydalanib, o'ziga ma'naviy uzuqlarni qachlashga tirishadi. Bizning ibodatlarimizning har biri bizni Alloh taologa ko'taradigan shota, axloqimizni isloh qilib, Alloh taoloning yordamiga loyiq qiladigan vositalardir. Inna salata tanha anil fahsha'i vel munkar. Namoz qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Ey payg'ambar, sen ularning pul mollarining bir qismini sadaqa, ya'ni zakat hisobida olginki, uning bilan ularni gunohlardan poklag'aysan va yaxshiliklarni ko'paytgaysan. الحج أشهر معلومات فمن فرز فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Hac vaqti ma'lum bir qancha oydir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilib ihrom bog'lagan odamning jinsiy munosabat o'tkazishi, gunoh qilishi va jidal majro qilishi man'i qilinadi. Innamal mu'minuna allazina idza zukrallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana va ala robbihim yatavakkalun. Allah yad etilsa dillarda eyminish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa iymoni kuchaydigan, har ishda Rabbiga tavakkul qiladigan kishilarla haqiqiy mu'minlardir. Demak, namoz gunohdan tusish, zakat gunohdan poklash, haj ig'ir besiqlikni ugutish, Qur'on o'qish iymonimizni kuchlantirish orqali bizning axloqimizni mukammallashtiradi. Dinimizning yadrosi ve gayesi güzel ahlakdır. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem men fakat güzel ahlaklarını toluklaş üçülla evetildim degen. Yani dinin gayesini güzel ahlak deb düşündürgen. Demek ibadetlerinin gayesi bizni durust ahlaklık kılış. Endi Ramazan'a kelsek, Allah Teala Ramazan ro'zasining buyurilishidagi maqsadni ve gayeni bayan kılıp mındaq deydi. Ya eyyühellezine amanu kutibe aleykumus siyamu kama kutibe alellezine min qablikum leallekum tettakun. İyi iman etqanlar, taqvodor bo'lishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek sizlarga mu ro'za farz qilindi. Taqvo so'zining lug'atdagi ma'nosi saqlanish deganlikdir. Yani taqvodor kishi gunohdan saqlangan kishi deganlikdir. Nimadan saqlanish? Tabii ki gunohdan saqlanish, harom yeyishdan saqlanish, Alloh taolaning jazosiga yo'liqib qilishni saqlanish, do'zax o'tidan saqlanish va o'ziga dunyo va oxiratda ziyon ham azob elib keladigan ishlardan saqlanish deganlikdir. Oyatdagi saqlanish yana Alloh taolo to'g'ri qarashda bo'lmaslikdan saqlanish, to'g'ri aqidaga zid keladigan iqimlarga ergashishdan saqlanish, yaman o'y fikrlarni saqlanish, nachar qiliqlarni saqlanish, kishilar haqida yomon gumon qilishni saqlanish, o'zining ayblarini tuzitish bilan bo'lmay, boshqalarning aybini izlashdan saqlanish, oila a'zolariga qo'pol muomala qilishni saqlanish, yonfonga va ijtimoiy taratqularga berilib ketib, Qur'on o'qishga vaqt chiqara olmaslikni saqlanish, ko'p yeyishdan va ko'p uxlashdan, tarovih namozlarida va boshqa ibodatlarda ruhliq va tetik turolmaslikni saqlanish,
ibodatda va yaxshi muomalada farzandlarga ulgu bo'lolmaslikdan saqlanish, tirikchilik ishlarida o'zining vazifasini mukammal ado qilolmaslikdan saqlanish, ishqa kechikib berib yoki yaxshi ishlamay ish egasining haqqini yeyishdan saqlanish deganlikdir. Roza eng ixloslik va eng samimiy ibodatdir. Chunki musulmon odam rozani faqat Alloh uchun tutadi. Shunga kimning roza tutgan, kimning roza tutmaganligini Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Boshqa ibodatlarni insonlar ko'radi, ammo birovning roza tutganligini ko'rolmaydi. Navoda bir davlatda bir tutash farmon chiqarilib, barliq fuqarolar roza tutsin deyilgan taqdirdami, nurg'un kishilar uylariga kirib yoki hech kim ko'rmaydigan yerlarda yeb ichishi mumkin. Ammo Alloh taolaning sizlargami roza farz qilindi degan amrini tutganlar hargiz unda qilmaydi. Chunki ular rozani Alloh taolo uchun tutadi. Shunga Alloh taolo hadis qudusiyda inson o'g'lining barcha amali o'zi uchun bo'lib, tutgan rozasi faqatla men uchundir. Uning mukofotini o'zimla beraman degan. Ya'ni roza tutganning mukofotini Alloh taolo o'zi berdi. Ramazon gunohlardan paklanish uchun eng yaxshi fursat. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kimki Ramazon rozasini chin iymoni va Allohdan savob kutish niyati bilan tutadi ekan, uning burun qilgan gunohlari mag'firat qilindi. Bu hadisdagi iymoni bilan degan so'zning ma'nosi Alloh taoloning va'dasiga ishongan holda roza tutsa deganlikdir. Hadisdagi mag'firat qilinadigan gunohlar farzlarni ado qilmay, harom gunoh ishlarni qilib, Alloh taoloning haqqiga qarta gunoh, ma'siyat sodir qilganlikning gunohidir. Ammo qul haqqi, ya'ni birovning haqqini yeb olganlikning, birovni ziyonga uchratganlikning, birovning obro'yini to'kkanlikning yoki birovga aziyat qilganlikning gunohi mag'firat qilinmaydi. U faqat ikki ish bilan mag'firat qilindi. Biri haq egasining haqqini qaytarib berish. İkincisi haq egasining kechirim qilishi. Mushu ikki ish bilan kechirim qilinadi. Chunki Alloh taolo bu masalani nihoyat ro'shan bayon qilib, "Faman taba min ba'di zulmihi va aslaha fa innalloha yatubu alayh." Kimki zulm qilgandan keyin tövbe qilsa va qilmishini tuzatsa, Alloh haqiqatan uning tövbesini qabul qildi degan. Ya'ni birovning haqqini elib olgan bo'lsa, qaytarib bersa, birovga tuhmat qilgan bo'lsa, aqlasa, birovga aziyat qilgan bo'lsa, kechirim so'rasa, birovning obro'yini to'kkan bo'lsa, ko'tirsa, birovga ziyon solgan bo'lsa, tulisa, andin Alloh taolo kechirdi deganlikdir. Alloh taolo hammamizning tutgan ro'zasini qabul qilsin va bu Ramazondan gunohlarimiz butunlay mag'firat qilingan va o'zimizga oq yangi bir bet açkan halde çıkkılı nasip kılsın. Amin.